Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Bag'dodda yarmarkada Shobboda choyxonasidamiz. Oshlarini hamda achchiq go'shtlarini, kaboplarini yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shobboda choyxonasida oshdan boshqa achchiq go'shtlar, kaboblar, suyuq ovqatlar, barcha turdagi milliy taomlar mavjud ekan. Oshni yaxshi ko'raman-da. Sho'rva qilib ichamiz. Bag'dod O'zbekistonda qalampirni eng zo'r yetishtirish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Butun dunyoga eksport qiladi. Buni mazasiga hech qaysi mazza yetmaydi. Oshni mazasiga umuman gap yo'q. Umuman. Bitta limon shirin xolosmi ichida? Qalampir sho'rva. Kaboplarini yeb ko'ramiz. Osh bilan kabob ketadi-yu. Bijillar suvni yaxshi ko'raman. Boshga maza qildi. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Bag'dod Shobboda choyxonasida barchalarini kutib qolamiz.